tumanida Namangan viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati ishtirokida kichik va o'rta biznes subyektlari vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ochiq muloqotda tumanda faoliyat yuritayotgan 50 ga yaqin tadbirkor, shuningdek, tuman soliq inspeksiyasi va boshqa mutasaddi tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida tadbirkorlar soliqqa oid qonunchilikdagi so'nggi yangiliklar, hisob-kitob va hisobotlarni yuritish, mavjud soliq imtiyozlaridan foydalanish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot oldilar. Ular o'z faoliyatlarida uchrayotgan dolzarb muammolar, taklif va mulohazalarni bildirdilar. Viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati har bir masala yuzasidan aniq tushuntirishlar berib, tadbirkorlik muhitini yanada rivojlantirish, qulay va shaffof shart-sharoitlar yaratish borasida soliq idoralari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tdi. Ta'kidlanganidek, soliq organlarining asosiy vazifasi tadbirkorlarga to'siq yaratmasdan ularga hamkor sifatida yordam ko'rsatishdir. Uchrashuv yakunida sohada korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan ishlar borasida ham to'xtalib o'tildi. Ana shunday huquqbuzarliklarga duch kelinganda xabar berish uchun aloqa kanallari to'g'risida ham ma'lumot berildi.